Aqlingizdagi inson bugun sizni o'yladimi? Shu haqida ochirim qilamiz. Like bergan, obuna bo'lganlar uchun niyatimni oldim. Hammaga shifoli ochirim bo'lsin. O'zingiz uchun ochirim qildirmoqchi bo'lsangiz, mana shu videoning tagida nomerimni qoldiraman. Telegram orqali yoki telefon qo'ng'iroqlari orqali murojaat qilsangiz bo'ladi. Va unda ketdik. Like berish, obuna bo'lishni unutmang. Qachon qarshingizga chiqsa, bu video ishlab ketadi. Va unda boshladik. Aqlingizdagi inson sizni bugun o'yladimi? Xayollariga keltirdimi? Aqlingizdagi inson bugun sizni o'yladimi? Ikkita variant. Birinchi variant aqlingizdagi inson, ikkinchi variant aqlingizdagi inson sizni o'yladimi? Bugun sizni qanaqa holatlarda o'yladi? Nimalar deb o'yladi? Shu haqida ochirim qilamiz. Tanlab bo'lgan bo'lsangiz, birinchi variantdan boshladim. Birinchi variant aqlingizdagi inson sizni o'yladimi degan savolimizga, albatta aqlingizdagi inson sizni o'yladi. O'ylaganda ham juda chuqur o'yladi. Siz bilan bo'lgan voqealarni, qandaydir siz bilan bo'lgan voqealarni va siz bilan o'tkazgan damlarini o'ylayapti va siz bilan bo'lgan xursandchiliklarni kartani yopib qo'ydim, chunki bu yerda ochiq tasvirlar borligi uchun. Sizni o'yladimi deganimizda, qandaydir bu inson sizni o'yladi, siz bilan o'tkazgan damlarini, siz bilan ko'rishgan kunlarini eslab, qandaydir bu sizni sog'inib ketyapti. O'ylaganda bu inson siz bilan yana ko'rishgisi kelyapti, o'sha holatlarni takrorlagisi kelyapti siz bilan. Yaxshi holatlarda, yaxshi nima deydi, energiyalarda sizni o'ylayotganligini ko'rsatyapti. Bu aqlingizdagi inson bilan bu yerda haqiqiy sevgi, muhabbat bo'lganga o'xshaydi. Birinchi variantni tanlaganlarda o'shaning uchun bu yerda yaxshi energiyalar tushyapti. Sizni o'ylaganda yana siz bilan ko'rishgisi kelyapti. Sizni bag'riga bosgisi kelyapti va bu inson sizni qo'yib yuborgisi kelmayapti. Bu inson bilan yana qayta uchrashib qolish ehtimoliniz bor deyapti kartalarimizda. 3 kun yoki 13 kun ichida bu inson bilan qayta yana ko'rishib qolishingiz mumkin. Bu inson sizni sog'inganligini, siz bilan yana o'sha holatlarda birga bo'lishligini o'ylab o'tiribdi. Bugun sizga nisbatan nimalarni o'ylayapti bu inson? Aqlingizdagi inson sizga nisbatan nimalarni o'ylayapti? Sizga nisbatan nimalarni o'ylayapti deganimizda, hozirgi paytda bu inson mehnat qilayotganligini, bu insonga ozgina pul kerakligini, o'sha pullarni olgandan keyin albatta siz bilan ko'rishishga kelishini ko'rsatyapti kartalarimiz. Men pullarimni qilib olay, men sen bilan ko'rishgani boraman, sen bilan uchrashaman, ko'rishaman. Hozirgi paytda ozgina pulim kamroq. O'sha pullarimni jamlay, to'play, sen bilan yana ko'rishamiz. Men seni qattiq sog'indim deb o'tiribdi. Yana siz haqingizda nimalarni o'ylayapti? Yana siz haqingizda nimalarni o'ylayapti? Siz bilan gaplashgisi kelyapti. Qandaydir siz bilan o'tirib, qandaydir muhim gaplarni gaplashgisi, sizga nimalarnidir ichidagi dardlarni, g'amlarni, uyidagi muhitni sizga gapirib bermoqchi. Mana shunaqangi holatlarni o'ylab o'tiribdi bu inson. Qandaydir ozgina sirlari bor. O'sha sirlarini siz bilan bo'lishmoqchi. O'sha sirlarini sizga aytgisi kelyapti bu inson. Keyin bu inson sizga juda ham yaxshi ta'riflarni beryapti. Sizni Koroleva Jezlov deb tasavvur qilyapti. Muloyim, oqko'ngil, yaxshi inson, yaxshi qiz yoki yaxshi ayol. Men bu ayolni hech qachon qo'limdan chiqarmayman. Men buni haqiqatan ham yaxshi ko'raman deb sizga yaxshi ta'riflarni, yaxshi fikrlarda bugungi kunida sizni mana shunaqangi holatlarda o'ylab o'tiribdi. Birinchi variant shunaqa bo'ldi. Ikkinchi variant aqlingizdagi inson sizni o'ylayaptimi? Nimalar deb o'ylayapti deganimizda, mendan ketib qoldi deyapti. Men u insonni ushlab qola olmadim. Harakat qildim, lekin ushlab qola olmadim. U inson mendan ketishga harakat qilyapti deyapti. Sizning haqingizda nimalarni o'yladi? Men tomonga yo'llarini yopdi deyapti. U mendan ketib qoldi. Men tarafga yo'llarini yopdi. Endi qaytadimi yoki yo'qmi? Yoki bu narsa mana shunaqangi holatligicha illyuziya bo'lib qolib ketadimi? Shuncha narsa havoga uchib ketadimi? Yolg'on bo'lib qoladimi? Mana shu narsalar endi yaxshi tarafga o'zgarmaydimi degan o'y fikrlarda o'tiribdi. Nimalar deb o'ylayapti sizni aqlingizdagi inson? Nimalar deb o'ylayapti? Hayotida boshqa erkak bor deb o'ylayapti. Hayotida buni boshqa erkak bor. O'sha tomonga ketib qoldi, men tomonga harakat qilmadi degan o'y fikrlari bor.
sizni qattiq sog'inganligini, tuyg'ularga berilib ketganligini, qandaydir nima desam bo'ladi, o'sha tuyg'ularga ko'milib olganligini, doimiy ravishda sizni o'ylayotganligini ko'rsatyapti kartalarimizda. Lekin endi deyapti, qaytib kelsa manam bloklab qo'yaman, manam shartlar qo'yaman, manam bu insonni menga nima qilgan bo'lsa o'sha narsani o'ziga qaytaraman deyapti. Sizdan ozgina shubhalanib qolgan bu inson. Hamma narsani taqdirga qo'yib berdim. Taqdirni o'zi hal qilsin deb o'tiribdi. Siz haqingizda nimalarni o'ylayapti? Bu inson pulga uchdi deyapti. Qandaydir kimlar bilan mani tashlab ketdi, pulga uchdi, boshqa insonlarni puliga uchdi yoki mana shunaqangi holatlarda o'ylab o'tiribdi. Sizni ozgina xiyonat qilyapti deb o'ylayapti va boshqa insonlar bilan gaplashyapti. Endi qaytib kelsa manam bloklab qo'yaman, manam yoki qattiq gaplarimni aytaman yoki menga nimaiki qilgan bo'lsa o'sha narsani o'zida takrorlayman deb o'tiribdi bu inson. Siz haqingizda nimalarni o'ylayapti bu inson? Siz haqingizda nimalarni, hamma narsani yangitdan tavakkal qilib boshlaydi. Boshlarmikin deyapti. Mani tashlab ketib boshqa inson bilan tavakkal qilib, nima deydi, na prinsip qilib gaplashib qo'yarmikin yoki yana o'zimga qaytib kelarmikin degan juda ham o'y fikrlari ko'p bu insonni. Sizni nima deb o'ylayapti? Bugungi kunida nima deb o'ylayapti? Baribir bu inson meni ham o'ylab siqilyapti deyapti. Sizni siqilganligingizni yoki ozgina tashvishlaringiz borligini bu inson sezyapti. Nima deb o'ylayapti sizni yana? Ketdi deyapti-da. Ketib qoldi bu inson deyapti. Qilichlarni ko'tardi-da, ketib qoldi deyapti. Boshqa inson tomonga qarab ketib qoldi deyapti. Men tomonga qaramadi, boshqa inson tomonga qarab ketdi. Tuyg'ularni menga teskari qildi deyapti. Chunki kartamiz tuyg'u kartamiz teskari tushyapti. Tuyg'ularni menga teskari qildi-da, qandaydir bu inson meni tark etdi, mendan ketib qoldi degan o'y fikrlari bor. Siz agar bu insondan tark etgan bo'lsangiz, bu insonni tashlab ketgan bo'lsangiz, haqiqatda ham tashlab ketgan bo'lsangiz, bu inson sizni kutishda o'tiribdimi? Kutib o'tiribdimi? Kutishlikda o'tiribdimi? Albatta kutib o'tiribdi. Qaytsin deyapti. Nima qilsam qilaman deb o'tiribdi bu inson. Qaytsa, men kunini ko'rsataman deb o'tiribdi. Bu hammaga ham to'g'ri kelmasligi mumkin. O'zingizga keraklisini oling. Va siz haqingizda nimani o'ylayapti? Shu bugun siz haqingizda nimani o'ylayapti? Siz haqingizda shu bugun nimalarni o'ylayapti? Qandaydir pul bilan bog'liq, pul deb ketdi yoki bu insondan pul so'raganmisiz, bermaganmi? Mana shunaqangi holatlar, puldan yordam qila olmaganmi sizga? Mana shunaqangi holatlarni ham ko'rsatyapti. Siz haqingizda nimalarni o'ylayapti? Bugungi kunda nimani o'yladi siz haqingizda bu inson? Tuyg'ulari haqida, sizni yaxshi ko'rishligini haqida, bu inson bilan orangizda ozgina nizolar bo'lganligini, siz ketib qolganligingizni yoki xiyonat qilganligingizni, mana shunaqangi holatlarni o'ylab o'tiribdi. Bugungi kunda mana shunaqangi birinchi variant, ikkinchi variant aqlingizdagi inson shunaqangi holatlarni o'ylab o'tiribdi ekan. Rahmat hammaga.